상진주. 인성주, 상진주. İslam dinini qabul qilish uchun hech kim sizni majburlamayaptimi? Teknik перевод. İslam dinini qabul qilish uchun hech kim sizni majburlamayaptimi? Sizga zo'rlik qilmayaptimi? Sizni xotiningiz o'zbek. Sizni xotiningiz o'zbek, musulmon ayolmi? Bolalar bormi? Islom dinini qabul qilish uchun Alloh taoloning yakkaligi, birligini shahodat keltiramiz va Muhammad alayhissalom payg'ambarligiga iymon keltiramiz. Bu arab tilida aytiladi va sizga tarjimasini o'zingizning tilingizda tushuntirib beramiz. Bu sizga arab tilida aytiladi va sizga o'zbek tilida ma'nosini tushuntirib beramiz. Ovozlisi borda shu Islom dinini arab tilida shahodat keltiradi va buni tarjimasini o'zingiz ona tilingizda tushuntirib beramiz. Okay, men aytaman, siz qaytarasiz. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Men iymon keltiraman Alloh taoloning birligiga va Muhammad alayhissalom uni elchisi ekanligiga. Tushundingizmi? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Allohu akbar. Ben sizni tabriklayman. Siz musulmon bo'ldingiz. Siz musulmon bo'ldingiz. Endi agar siz xohlasangiz, sizga musulmoncha ism qo'yamiz. İskender deb ko'pchilik aytyapti. Iskandar, to'g'risi. Iskandar ism. Bugundan İskender. Qur'onda Iskandar Zulqarnayn degan buyuk odam zikr qilingan. Yajuj Majujlar qamab bergan podsho bo'lgan. Sizda
ismingiz Iskandar. İskender değil. Iskandar. Tabriklaymiz. Bu odamga rahmat. Bu odam sabab bo'ldi. İnşallah Alloh taolo jannatda hammalarni yozsin. Muvaffaqiyatda. Bismillahirrohmanirrohim. Malikul quddus azizul hakim ya qodir. Ya Raufur Rahim ya Rahman ya Muqallibal qulub sabbit qulubana. Allohumma ya musarrifal qulub sabbit qulubana. Alloh subhanahu va taolo boshlarni qalblarni yassan. Biz ojiz bandalarni o'zing xohlagan bandalarni musulmonchilik qilsin. Iskandar birodarimizga islomni hidoyatlarini muborak qilgin. Barkamol solih qadam qilgin. Avlod zurriyat farzandlarini solih insonlar qilgin. O'zingni diningga, millatingga xizmat qiladigan insonlarni boshqalarni qo'sha qilsin. Baxtli, saodatli bo'lsin. Alloh taolo hayotlarini xayrli, barakatli qilsin. Nima yaxshi niyatlarga yetkazsin. Alloh qancha bandalaring islomni ilohiy hidoyat o'zing qodirsan. Bismillah. Allohumma solli ala sayyidina nabiyina habibina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Endi bundan keyingi masalalar iymon keltirdi. Asosiy islomning ustuni 5 ta. Birinchisi iymon keltirish. Ikkinchisi namoz. Uchinchisi ro'za. To'rtinchisi zakot. Beshinchisi haj. Ro'za tutyapti, zakot qilyapti. Yaxshi zakotlarni yordam qiladi. Ro'za yengilcha. Har bir tushunadi-da. Birinchi boshqa tartibda boshlayapti. Alloh qabul qilsin. Birinchi bari iymon keltirib islomni qabul qilish kerak. Ikkinchisi namoz. Namoz juda muhim masala. Namoz masalalarini endi inshaalloh mana shu kelsa domla jamoatni o'rgataveramiz. Asosan iymonni o'rgatadi. Keyin duoni xotira bilan praktikani boshlash kerak. Oyatlarni hamda Alloh sunnalar yotadi. Yana qo'shib hamma shunday boshlagan. To'g'ri. Namoz yosh katta insonlar kelyapti. Eskilmay namoz o'qib endi asli o'rganishyapti. Domla har kun dars beradi. Namozlardagi hukmlar, qanday qilishlar, qaysi namozlar, to'g'rilar. Aslida o'rganadi. Qolgani shu asosiy darslarda shu ismi qo'yibdi Iskandarga. Xatlar masalasini o'zi xotirani masalasini aytib ko'raman. o'qilma masalasi. Keyin yana bir shaklan qanday chiqarib yo'q, mayli qilsin. Shu kichkina ehson o'ziga haqiqat hisobida o'tkazib o'ziga haqiqat qilsin-da. Bosh ko'zda saqlab qolinadi. Jonga jon, qonga qon deydi. O'shani misol qanday bo'ladi? Bor. Kasallar, yetimlar. Ikkila bo'lishdan davr kichkina bo'larsa, bunda domlalar 4 kishi yetib boradi. Ikkila domla yonga cho'p borsa, ikkita qo'shni chiqadi. Xabar beradi-da, shu yana o'sha bog'ni tushuntiriladi. yaxshi. Farzandlarni biz o'zbekcha doston bitta video ko'rsatmaydi mana qo'ygan o'zimni. Ne olyapti? Iskandar, tabriklayman. Alloh rozi bo'lsin, bardosh bo'linglar. Rahmat sizlarga. Sharaf. Ha do'stlar. Yana bir hamyurtimiz birodarimiz Iskandar nomi bilan musulmon bo'ldi.